seminarda asosiy maqsadi qonunchilikda viloyat mahalliy kengashlarining soliqlarni qo'llashda ko'paytiruvchi va kamaytiruvchi koeffitsentlari bor. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 429-moddasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirilmaydigan yerlarda soliq stavkasi belgilangan. Bu 2025-yil uchun Xorazm viloyatida 39 million 600 ming so'm qilib belgilangan. Belgilangan stavkaga viloyat kengashi deputatlari oshiruvchi va kamaytiruvchi koeffitsentlarni qo'llash belgilab o'tilgan. Mana shu moddaning o'zida. Shuni qo'llanishi qanday tartibda amalga oshirilishi bo'yicha bugungi seminar yig'ilishimiz shunga bag'ishlangan. Misol tariqasida hisoblaydigan bo'lsak, 39 million 600 ming so'm bu 1 yilga soliq to'lanishi kerak. Kamaytirish koeffitsentini qo'llaydigan bo'lsa 0,5 koeffitsient qo'llasa, bu degani 19 million so'm pul to'laydi. Ya'ni ushbu tadbirkorga 20 million so'm pul har oyda qoladi bu 1 gektaridan. Agar oshirish koeffitsiyentini qo'llaydigan bo'lsa, 2 barobar qimmat bo'ladigan bo'lsa, 79. Shuning uchun buni shunday hisob-kitob qilish kerakki, har bitta hududni alohida yondash kerak bo'ladi. Buni ijtimoiy va iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqib